Vanga ko'pchilik ishonadigan mashhur bashoratchilardan biri. U 1996-1996 yashagan va kelajak haqida ko'plab bashoratlar qilgani aytiladi. Lekin muhim eslatma, uning ko'p bashoratlari aniq yozib qoldirilmagan, keyinchalik odamlar tomonidan tarqatilgan. Shuning uchun hammasi ishonchli deb hisoblanmaydi. 2026-yil uchun aytiladigan mashhur bashoratlar Yevropada katta mojarolar ba'zi manbalarga ko'ra, Vanga Yevropada katta siyosiy yoki harbiy mojaro kuchayishini aytgan. Bu urush yoki davlatlar o'rtasidagi keskin ziddiyat bo'lishi mumkin deb talqin qilinadi. Texnologiya juda tez rivojlanadi, sun'iy intellekt va yangi texnologiyalar keskin rivojlanib, odamlar hayotiga yanada ko'proq kirib keladi degan talqinlar bor. Iqlim muammolari ba'zi bashoratlarda kuchli tabiiy ofatlar, masalan, katta toshqinlar, qurg'oqchilik, kuchli bo'ronlar ko'payishi aytiladi. Tibbiyotda yangi kashfiyotlar, ba'zi kasalliklarni davolashda katta tibbiy yangiliklar bo'lishi mumkinligi haqida ham talqinlar bor. Yangi energiya manbalari, energiya sohasida yangi texnologiyalar paydo bo'lishi va ba'zi davlatlar yangi energiya manbalariga o'tishi mumkinligi aytiladi. Vanga haqida ko'p odamlar 3-jahon urushi bo'yicha bashoratlari bor deb aytishadi. Lekin muhim narsa, u qoldirgan bashoratlarning ko'pi aniq yozma manbalarda yo'q, keyinchalik odamlar tomonidan tarqatilgan. Shuning uchun ular aniq haqiqat sifatida qabul qilinmaydi. Vanga aytgan deb tarqalgan 3-jahon urushi bashoratlari katta urush Yevropadan boshlanishi mumkin. Ba'zi talqinlarga ko'ra, Vanga kelajakda katta urush Yevropa hududida boshlanishi mumkinligini aytgan. Bu mojarolar butun dunyoga ta'sir qilishi mumkin deb aytiladi. Kimyoviy yoki xavfli qurollar ishlatilishi ba'zi manbalarda u odamlar uchun juda xavfli yangi qurollar ishlatilishi haqida ogohlantirgan deyishadi. Bu urush juda ko'p talafot keltirishi mumkinligi haqida gapiriladi. Aholi sonining keskin kamayishi talqinlarga ko'ra, agar katta urush bo'lsa, ko'p hududlar yashash uchun yaroqsiz bo'lishi, odamlar boshqa joylarga ko'chishi, ayrim hududlar deyarli bo'shab qolishi mumkinligi aytiladi. Urushdan keyin yangi davr. Ba'zi bashoratlarda urushdan keyin dunyo siyosati o'zgarishi, yangi kuchli davlatlar paydo bo'lishi, texnologiya va energiya tizimi o'zgarishi mumkinligi aytiladi.